Imtiyozli davr nima va undan qanday to'g'ri foydalanish mumkin? Imtiyozli davr bu kredit pulidan foydalanib foiz to'lamaydigan vaqt. Hozir oddiy qilib tushuntiraman. Bu Monix va bu uning pullari, ya'ni kredit limiti. Bu esa men Monix kartasi foydalanuvchisiman. Bir payt Monix menga kredit limiti taklif qiladi. Men uni olib, foydalanishni boshlayman. Va bu yerda eng muhimi, imtiyozli davr limit berilgan paytidan emas. Birinchi marta pul ishlatganingizdan boshlanadi. Shu paytdan boshlab menda foizsiz 62 kungacha vaqt bor. Va eng muhimi, vaqtida qaytarsangiz foiz yo'q. Qaytarmasangiz foiz hisoblanadi. Bo'ldi, kredit karta qo'rqinchli emas, agar bir nechta qoidalarni bilsangiz.